Madrid turar joy majmuasidan elitniy kvartira. Ko'ramiz. Bugungi kvartiramizni 0 dan 100 gacha ta'mirlariga, mebel texnikalariga $50,000 pul ishlatishgan. Asosiy ish uydan kiryapsizlar, o'ng qo'lda встроенный mebellari tayyor holatda. Kirasizlar, yashaysizlar. Birinchi xonamizda bo'lsa, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebel texnika jihozlari qo'yilgan. Oldida yuvinish xonasi, barcha aksessuarlari to'liq qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa, hol qismi alohida o'zini kamin, TV zonalari qo'yilgan, mebel texnikalari tayyor holatda. Mягкий zonasi, ko'rasizlar. Mehmonlarni kutib olish uchun barcha sharoitlari to'liq qilingan. Bu yerda bo'lsa, studiyniy qilib turib, oshxonaga o'tsanglar bo'ladi. Холодильниклari, har kuni nonushta qilib o'tirish uchun joy, встроенный mebel texnikalari qo'yilgan. Texnikalar hammasi bo'sh mahsuloti. Ko'rayotganingizda gilam, parda, lustra, kirasizlar, tayyor yashaysizlar. So'nggi xonamiz bo'lsa, bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, texnikalari, mebellari qo'yilgan. Bu yerdan bo'lsa, встроенный mebellari hamda shu xonamizning ichida o'zini sanuzil qismi ham joylashgan. Hosilar bilan pastga tushib, atmosferani ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz Yakkasaroy tumani Madrid turar joy majmuasiga qarashli aeroportga bir qadam. Ko'rayotganlarda atrofida охраняемый zona, bolalar uchun maydoncha, plashatka, hamma narsasi bor. 9 qavatli domimizning 8-qavatida 80 kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramiz sotilyapti. Pastda bo'lsa joyga raqamini qoldiramiz. Uy bozor +kanal nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.